Barchaga salom. Yangi YouTube videomga xush kelibsizlar. Men Gulixa Yoshimit. Nemis yigitni xotiniman. Hozir juda ham jahlim chiqqan. Chunki o'ziga nima ish yo'qsa o'shan qiladigan erim meni. Bugun aytdimki, kel yig'ishtiraylik, uyimizga qiladigan ish ko'p dedim. Hozir o'sha ishlarni sizlarga ko'rsataman. Yo'q, o'ziga yoqqan ishni qilmoqchi bo'lyapti. O'ziga yoqqan ishni qilmaydi hayotga ba'zida. Ba'zida qolgan ishlarni ham qilish kerak. O'shanga men juda ham jahlim chiqqan. O'zim qilaman. Nima qilay, boshqa iloj yo'q. Qo'ling dedim, o'zing bironta ish qilmoqchi bo'lsa, qo'li tegsa hamma yo'qni buzadi. Qo'li tekkan joyini yaxshi qilayotgan ishlari ham bor, lekin hozirda oxirgi paytlar umuman uyimizda qurilish degan narsani o'zi yo'q edi, lekin qurilishni paydo qildi. Oxirigacha to'g'ri qilmay, oxirigacha buzib, bilmagan ishini boshlab, shunday qilib asablarimga tekkan, asablarim tarrang. Shuning uchun ham hozir boshlayman. Sizlarga ko'rsataman, nima qilmoqchiman. Birinchidan mana ana u yerdan bir o'ytaman, o'sha nima qilishimni o'sha esimdan chiqdi asab qilganimdan. Oyoq kiyimimni kiyaman. Ikkita oyoq kiyimimni o'zim nima qilgan ekanim. Nima deylar? Rasso qilgan ekanim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yoqqa tashab qo'yganman. Yuvish kerak, kiysa bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin ana bunaqa oyoq kiyimim bor. Yerga shuni kiyam deyapman. Ichiga sichqon qolmagan bo'lsa bo'ldi. Buni to'kamiz. Yomon. Bugun yig'ishtirgim kelyapti. O'tirib hech ish qila olmayman. Uyda ham ish qilgim kelmayapti. Shu ko'chada ish qilgim kelyapti. Hozir bugun o'sha uchun oyog'imga yopiq oyoq kiyim kerak. Uzun noski ham oldindan kiyib oldim. Nima? Chunki sekka degan narsa bu, bilmayman o'zbekchasi nimaligini. O'sha oyoqni nima qiladi bu yerda? Oyoqqa yoki tanaga yopishib cho'qadi, juda ham xavfli kasalliklar olib keladi u. O'sha uchun ham uyladik, o'shanaqa nima. O'sha uchun ham o'shanaqa tilboyligim ham gap yo'q ham. Nima deylar? Men o'zimga прививка qilishim kerak hasharotlardan. Mana shu oyoq kiyimni kiyib oldik. Hozir nimadan boshlashni o'ylashim kerak. O'sha boshqa borib kelaman. Sizlarga bir xil gul o'tchalarni ko'rsatmoqchiman. Toshlar orasidan chiqqan. Lekin ular shunday chiroyli, olib tashlashim kerak, lekin qaranglar, hozir ana bular toshlarning orasidan chiqqan. Bular olib tashlash kerak, yaxshi emas lekin. Bu gulchalarim o'zi tepaga edi, mana tepaga uzib tashlaganman. Bilmay shu gullar ekanligini o't deb o'ylab, o'zi o'tday narsa ekanda, o'tgan yili mana shu yoqqa to'lib ketgandi. Mana hozir bu yoqqa ham chiqqan. Chunki kam chiqqan, chunki men olib tashlaganman bilmay. Mana bu nimaligini bilmayman. Nimadi bu? Bu nima? Tumyan ekan. Tumyanni gullagani, mana ana bu rozmarinni, jambilni gullaganini ko'rganmisizlar? Mana shu jambilim meni. Gullab yotibdi hozir. Mana go'zal. Chiroyligini qaranglar. Bugun bo'g'imga men bilan birga yurasizlar. Hozir ishim boshlashdan oldin sizlarga bir ara aytay. Bir kishi so'radi mendan, "Qanday qilasiz kamerani ushlab yurib, bog'ga qiyin-ku ish" deb. Qanday shuni qiyin? Videoga olsam o'sha ish 4 soat davom etadi, videoga olmasam 2 soat davom etadi. Daraxtday soya, mazza. Serjoy turibdi ana. Bugun nima qilishini bilmaydi o'zi. Ujurasiga telefon qilib, ujurasiga telefon qilib, umuman nima qilish bilmaydi. Mana o'sha ko'k gulchalar bu yoqqa ham osilgan. Mana. Chiroyligan qaranglar, yaqindan ko'rsatay sizlarga. Onam bilaydilar buni o'tini, men bilmayman nima ekanligini, lekin chiroyli gulchalar. Ana. O'tirib ana bu archani yo'qotamiz deydi. Nima olamiz deydi? Palma olamiz deydi. Dedim palma dedim, bu qish bo'ladi faqat dedim. Yozga chiroyli ko'rinadi palma, qishga chiroyli ko'rinmaydi. Bu archani 3 yildan beri berib bekorlar aytibsan dedim. Aytinglar o'zlaringiz, kim nimalar emasmi fikrlar? Kim nima fikrlar kelmaydimi? Nechilik chiroyli archani olib tashlash mumkinmi hay? Kim nima fikrlar, to'g'rimi? Jahl chiqishga arziydi. Bu yelakchamda ham mana yelakchamda ham bor o'sha ko'k gulchalardan ketdik. Gartenziya ham ochilmagan holi. Ana bu kameliyani hay, mana kameliya daraxtimni haromini chiqargan. Bu tomondan gullar ko'rinmaydi. Mana bu tomondan mana gullar ko'rinadi chiroyli. Ana.
nasib bo'lsa videomni ko'rsam bir qit ko'proq pul ishlayotgan bo'lsam o'zimga bog' olsam. Mana gortenziyalar o'tgan yilgi gullar bilan turibdi. Buni bugun qirqib tashlashim kerak. Endi ochiladi gortenziyalarim. Nasib bo'lsa. Ketdik. Men deyotgandim, ishqa pulim ko'proq bo'lsa bitta bog' bor, bitta uyimga tozalovchi kerak. O'zbekistondan olib kelishim mumkin, xohlasa. O'yladim. Ularni qayerga yutqizaman keyin deb. Uyimizga ichiga bo'lmaydi bu. Ana bu ham qanaqadir gul ochilibdi. Ana sirenim. Siren daraxtlarimni sizlarga ko'rsatay. Mana bitta sirenim, bittasi ko'chada, ko'rsatgandim kichik videoda. Bu ikkinchisi bechora orqalay qolib ketgan. Bu yerda ham qanaqadir gul ochilgan. Mana bu daraxt ostida ham gullar ochilgan, chiroylik. Mana kichik. Ana. Bu yerda hamma yoqda ramashka narsachalar ochilgan. Mana bexim gullagan. Mana bexini nimalarini kesgan Serjon. Shuni orqaga etib tashladim, tashlamagan. Ana, yotibdi bular ham. Buni qilish kerak. Tomonga ham bitta sirenim bu kichkinaroq daraxtcha. Ko'rinmaydim aradan. Tomonlarni ol qilishim kerak. Bu tomonlarni ham. Bu yerda palos tashlab singlim bilan o'tganimiz. Tomonda ham katta siren daraxtim bu ko'rsataman sizlarga. Bu yerga palos tashlab maza qilib o'tiramiz. Hozir yig'ib qo'yganman. Ana alma daraxtim gullagan. Ko'rinibdimi sizlarga yaxshi bilmayman. Achkimni olib chiqmanman, ko'zim meni yaxshi ko'rmaydi. Mana shoxalarni kesgan. Buni nima qilish kerak? Nima deylar? Olib orqaga tashlash kerak, qilmagan. Deyamda siren daraxtim. Mana go'zalligini qaranglar. Buni rangi qit ochiroq, oldindagini rangi qit to'qroq edi. Mana. Bu yerda mana archani nima qilgan siri? Mana archani pastini olish mumkin edi. Yoki tepasini olish. Qanday qilgan? O'rtasidan kesgan. Nima uchun kesgan? Buni o'rtasidan past qo'ygan. Nima uchun? Ish shoxalarini ham olmagan. Qaranglar. Archa daraxtini shunday xunuk qilib qo'ygan. Ko'ryapsizlar? Ana, nima uchun qilgan bu ishni? Nima uchun? Aytinglar. Jahlim chiqadi. Ana bularni dadasi bilan qilaman dedi, hay dedim. Bularni yig'ishtirish kerak. Taxlash kerak. Bu ayol kishi qiladigan ish emas, qiyin ish bu. Mana bu tomonga keskani ana kesib boshqa qilib tashlagan. Shunday chiroyli uyda, shunday chiroyli uy qanday mazza qilib ishlab qilish mumkin. Yo'q. Jahlim chiqibdi yomon. Hozir juda ham jahlim chiqqan, chunki uyni asrash kerak, ma'dur qilish kerak uy uchun. Mana har kimni ham bunaqa uy berilmaydi. Men beryapti sirenim bu. Ana Serenjonim o'zim yurgilay. Bu nima rangi to'qroq, mana soyaga joylashgani uchun nima ochilyapti, keyin ochilyapti ana. Quriyapti shunday. Bu soyada qolib ketganda mana orqasida bu ular oftobni yaxshi ko'radi. Mana bu orqasiga narsa bor uchun bu tomonga tez, mana bu orqaga o'rmonku, tez soya tushadi. Shuning uchun bu yaxshi gullamadi. O'tgan yil ham sezgandim shuni. Men bu yerda kelib o'tinlarni tashlaganmiz. Kuz payti mana bu joyimizga tashardik. Bu yo'q to'lgandan keyin bu yoqqa tashlashni boshladik. Bu yo'q ham to'lib ketgandan keyin mana orqaga ana bu joyimiz ham bor-ku, o'sha joyga o'rmon tomonga tashlashni boshladik. Mana qurib kelyapti. Bular ham orqa ko'rinmaydi, mayli, lekin oldinni dahshat. Hozir men bir ikkita shunaqa narsalarni, ana uychani hozir ko'rsaman, yig'layotgan joyim, o'sha uychani o'zimga olaman deganda oxiriga olmadi Serjon uychani endi men o'zimga olaman. Ana bu yoqqa ham shoxalar yotibdi. Uychani derazasi kam dedi-yu, kesib tashladi mana. Uychani derazasini kesgan, keyin shoxal nimalarni olmagan, kesganni. Shunday qolgan, deraza ham qurmagan. Bu yo'g'ini yopsa bo'lardi. U tomon derazasini ham uzib tashlagan. Mana bularni ham yig'ishtirmagan, mana kesgan joylarini ham akkuratni qilmagan. Bu tomonlar ham tozalashim kerak, akkuratni emas. Mana shunaqa ishlarni uyimizga men qilaman. Qilmaydi umuman. Hozir ko'rsaman, uychani endi o'zimga uycha qilib olmoqchiman, kutubxona, hamma ishlarimni shera o'zim qiladigan qilmoqchiman. Ichkaridan masalan top-toza edi-da uycha, yap-yangi edi. Mana chala buyab qo'ydi o'tgan safar, buni uzib tashlagan. Chala buyab qo'ygan, bu yoq kir bo'lib, rosa bo'lib ketdi. Endi buni tozalash kerak.
Bu yerga yozgi bir ikkita narsalarni keltirib qo'ydim. Kerak emas deb, masalan, mana buni chiroyli o'zini stulchasi bor edi. Ko'chaga chiqarib qo'ydi, kimdir olib ketdi. Masalan, o'zi o'tirsa bo'lardi. Stulchasi yo'q endi. Bu ikkita stulni ham tashamoqchi edi, olib qoldim. Tashqariga o'tirsa bo'ladi. Masalan, bu yo'qni yopiladigan chiroyli qilaman o'zim xonam. Masalan, yomg'ir yog'adi. O'tirib ishlashim mumkin maza qilibdi. Uyga o'tirmasdan derazamga qarab bo'ra narsa ekib yig'ishtiraman. Bugungi qilayotgan ishim, agar o'zi ulgursam yig'ishtirishdan, ko'p yig'ishtirish ishlarida, tozalash ishlari. Men bu ikkitani kuchim yetsa qilmoqchiman. Mana ko'z qo'yib o'tirdinglar. Ana bilan tozalashim kerak. Yovvoyi o'tlardan yerini yumshatishim kerak. Bu anaqa tepalikcha. Yumshataman, keyin nima bu yerda pomidor bodring ekaman bu yil. Shuni niyat qilganman. O'tgan yilgidek qanaqadir gullar chiqyapti, lekin menga yoqmaydi. Men bu yerga ham klubnika ikoga nimadirlar ekaman. Bu yo'q nima joyim? Nima deylar? Ana bu smorodinani. Zo'r chiqyapti smorodina. Uni ham kesmadik, o'rmon bo'lib ketdi. Ko'r endi. Men bu skameykani ham ana chetga surib olib kelmoqchi bo'ldi. Nima uchun bera qo'ygan? Skameyka mana bu tomonga turganda, mana skameykani qo'yparib bo'lgan. Skameykan bera turgandi. Xohlamayman qo'yparib olishlarini, ruxsat bermadi. Mana bitta sirini mana bu tomondan ko'rinyapti. O'shanga bu yoqqa o'tkazib qo'yibdi уже. Mana bilmayman men buni. Ruxsatimsiz yo'q dedim. Qaytarib buni skameykani kuchim yetmaygan. O'zi buni qaytarib bu yoqqa qo'yaman, chunki ruxsat berganman. Skameykaga o'tirib, yerimga qarab shunaqa qilmoqchiman. Sablarim tarang bo'lib ketibdi, bilmayman uchun. Yomon jahlim chiqibdi, lekin umuman shaharlik yigit nima deb o'ylaganding dedim ichimga. Bu shaharlik bilinadi, xuddiki mehmonga kelganda uyimizga, shunaqa o'zini tutishi. Ko'z ish ko'rmaydi, ish qilmaydi. Ishchi ham olgisi kelmaydi. Qitmir neymiz. Realni jahlim chiqib ketibdi, shuna ishonmaysizlar. Shuna chiroyli uy mazza qilib birga modullar qilish mumkin. Bitta ish qildiraman desang joning chiqib ketadi bunga. O'zim qilaman, tegma dedim, shuning uchun onam kelsalar, onamlar bilan birga qilamiz. Shunaqa bog'dorchilik nimalar yaxshi ko'rarlar. Shunaqa gaplarga aytsam, xafa bo'lib ketaman. Dahshat, shuncha narsa jalqa. Qanday o'zimni uspakoyit qilay? Yozinglar. Qanday o'zim bo'lsa, qanday situatsiyadan chiqib ketay, ajrashaymi, nima qilay? Ichimga hamma nimadir fikrlar kelibdi, ichimga ishonmaysizlar. Hech bir gaplashmay urush qilmaydiman. Shunaqa gaplar. Ketdim men ishlashga. Sizlarga ishlarimni ko'rsatdim. Kichkina videocha qilib kam ishlarimdan ko'rasizlar. Bir aylantirib keldim uyimizni. Qo'yaman undan ham. Ish prosessimni baribir ishlayotgan paytda men gapirmayman. O'sha uchun ham ko'rolmaysizlar deb o'ylayman. O'sha uchun ham hozir qisqa videochalar olamanki, o'zim ovoz berib qo'yaman. Shunaqa gaplar. Bir aylantirib ketdim sizlarning bog'imga. Shunaqa gaplar hozir bog'imda gortenziyalar hali ochilmadi. Gortenziya ochilsa, yana gullarim, pionlarim ochilsa, sizlarga ko'rsataman. Hozir faqat siren ochilgan. Shunaqa siren davri.